Assalomu alaykum. Shavot Avto kanali obunachilari do'stlar, sizlarga navbatdagi reklamamiz Nexia 3 bo'ladi. Holati cho'tki holatdagi Nexia 3'imiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan oq svetda toza metan qo'lgan do'stlar, 60 ming kilometr yurgan, metani qo'lganidan 2-3 oy bo'lgan. Bu egadan ketdi do'stlar, prямой egadan xohlasangiz devinis beriladi, xohlasangiz nomingizni oformit etib olishingiz mumkin. Mashina свежий holatda turibdi. 60 ming kilometr yurgan. Kraskasini keladigan bo'lsak do'stlar, kapoti bilan krelida kraskasi bor ekan, tekshirib olaverasizlar. Lekin mashina свежий holatda turibdi. Zo'r holatda turibdi mashinamiz. 4 dona paketidan balon qo'yilgan. Zazollar ham bir xil turibdi. Cho'tki holatda. Mashinamiz zo'r. Ishonchli, garantiyali avtomobil do'stlar. 60 ming kilometr yurgan, cho'tki holatdagi mashinamiz. Kirchilgan, ko'ngilni xarob qiladigan joylari yo'q. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, ekran pastda nomer turadi, bemalol telefonlashib olishingiz mumkin. Balon holatlari zo'r. Xullas olib расход qilmaysizlar, прямой olib haydab ketaverasizlar. Bu прямой egadan tutdi, xohlasangiz generalniy devinis beriladi, xohlasangiz прямой nomingizni oformit etib olasizlar. Mashina garantiya. Motorlarına kulish demagan do'stlar. Holati zo'r, top-toza avtomobilimiz. Narxi do'stlar 105 million so'm aytilib turibdi. Bemalol telefonda gaplashib, egasi bilan kelishib olishingiz mumkin. Прямой egadan pastda nomer turadi, gaplashib telefonlashib olaverasizlar. Bir dona shu yerda metanalik joyini ko'rib qoldikina. Kichkina. Shuni qaraganda vakuumlik joyi bor ekan, kichkina. Atak boshqa yerda ko'ngilni xira qiladigan joylar yo'q. Xullas, zo'r holatdagi Nexia 3'imiz sotuvda. 105 million so'm, 2021-yil, 60 ming kilometr yurgan, toza metan qo'yilgan.